Hamsani turli nuqtai nazardan baholash mumkin. Qaysi tomondan olib qaraganingizda ham u muhtasham bir badiiy obida. Shunaqa. Undan har kim o'z istaganini topadi. Ibrahim tomonlari juda ham ko'p. Men ayrim jihatlarga to'xtalaman xolos, ayrim jihatlariga, chunki ko'p. Bu yerda ibratlar jihatlar juda ham ko'p. Masalan, o'sha Farhod va Shirin eng markaziy bir dostonlardan bittasi Farhod va Shirin oladigan bo'lsak, ana o'sha yerda ham ayrim detallarga e'tibor beraman. Qahramonlari turli viloyatlardan, turli joylardan. Bir joyda odamlar emas. Biri Xitoydan, biri o'sha Erondan, biri Armanistondan. Bunday olib qarasangiz internasionalga o'xshaydi. Bu Navoiyni o'zining maqsadi shunaqa bo'lgan. Ya'ni xalqlararo do'stlikni birinchi o'ringa qo'ygan. Va Farhod chindan borib Armanistonga kelib qilgan ishlari ham hunar o'rganishi ko'p aytilgan, gapirilgan. Lekin istaymizmi, yo'qmi? Baribir uni badiiy yuki og'irroq. Sababi Farhod xalqlararo do'stlikni bir elchisi bo'lib qolyapti. Undan tashqari mana shu o'limi oldidan hamma narsadan kechirim so'raydi, uzr so'raydi. O'zi komil inson bo'lib turibdi. Shunda ham hamma narsadan atrofidagi barcha giyohu dov-daraxtlar, shu ota-onasidan hammasidan uzr so'raydi. Mana bu komillik ramzi. Va o'sha eronlik do'stini olasizmi? U do'stlik ramzi, haqiqiy do'st qanday bo'lishi kerak? Undan keyin mana bu markaziy g'oya men nazarimda o'sha Farhodni nafsni yengish yo'lidagi jasorat. Va u yerdagi masalan men doim aytaman, biz o'sha tashabbusni Navoiy ko'rsatgan tashabbusni rivojlantira olmadik. Sababi o'sha 4 ta bosqichdan o'tadi. O'sha nimada Farhod o'sha sinovlarda hatto temir paykarlarga duch keladi o'sha yerda. Sherlar, ajdaholar ular ham bor. Oxirida 100 ta temir paykarga duch keladi. Va uni bitta o'qni yo'qsa bo'ladi. Bugungi hani sun'iy intellektlarni qarang, mana bugungi robotlarni qarang, salkam odamga o'xshatib yoningizga olib kelib qo'yyapti. Vaholanki Navoiy allaqachon aytgan bu narsani. Tashabbus o'zi Sharqdan bo'lgan, tashabbus Navoiydan bo'lgan. Va boshqalarga o'tib ketdi, afsuski.